Odamlar, assalomu alaykum. Ertamanda Porter 1da zo'ra kelib qoldi-yu, tug'onlar. Manavi 2004 Porter 1da oxirgi pokoleniyasi. Родной окраскада, родной окраска. Seni aytimimda motor, korobka hech qayerida ishi yo'q. Motor, korobka, ходовой bitta ham bir uyat qiladigan joyi yo'q deyapti. Mashina toza holatda. Ходовойлар, balonlarini ko'ringlar, balonlarda ham holatlari juda ham bir chiroyli holatda. Ayniqlarda sinig'i yo'q. Родной окраскада 2004 ichki salonlarni ko'rsatamiz. Mana bu zadnivitlari ham elektriskiy, ichkarida turib upravleniya qiladigan. Ichki salonlarni ko'ramiz. Toza holatda, xudo xolasa. 311 ming probegda, 311 ming probegda. Samosval qilinmagan, narashkasi yo'q. Страховкалari безограничный qilingan deyapti egasi, чтобы любой odam minib ketsa, shunga o'taverar ekan. Bortning ichini bir ko'rsatib qo'ying-da, bu YouTube'dagi odamlar bir yaxshi obzor qilib berish kerak bularga. Uzoq bo'lsa ham tushunarliroq bo'lishi kerak. Nomerlari sertifikat egasini o'zida qoladi. Nomerlarini olib qolinar ekan. Xullas, bu akamizni jinni birovga beradigan joyi bor ekan, shuning uchun sotilyapti. Bu aybi borligi uchun sotilayotgan joyi yo'q. Обмен yo'llariga keladigan bo'lsak, Matiz 2 ni bir объем yaxshisi bo'lsa, tozasi bo'lsa, ustiga gaplashamiz deyilyapti. Telefon nomerlarini ekranda qoldiryapman, egasining nomerini, egasiga telefon qilib gaplashib ko'ramiz. Puli 780 ming so'm, ko'p emas, ozmoz kami bor. Sababi mana bu родной окраскада 2004 deyilyapti. Porter 1larda bozorlarda narxlarini ko'ryapmiz. To'g'ri 450 ming 500 ga ham topishingiz mumkin. Bunaqa sostoyaniyadegisini topish qiyin. Buni minadigan odamlar o'zi boshqacha odamlar bo'ladi. Like, подписка, kommentariy esdan chiqmasin. Rahmat.